Diqqat qiling. O'zbekistonda 8-aprel kunidan 11-aprelgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 9-11 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan esadi. Harorat 8-aprel kuni kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. 9-11 aprel kechasi 10-15 darajagacha, kunduzi 23-28 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 9-11 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat kechasi 8-11 aprel kunlari 8-13 daraja, 11-aprel kuni 10-15 daraja. Kunduzi 8-aprel kuni 15-20 daraja bo'ladi. 9-11 aprel kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 10-aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11-aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 8-aprel kuni 13-18 daraja bo'ladi. 9-11 aprel kunlari 22-27 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-10 aprel kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11-aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 8-aprel kuni 18-23 daraja bo'ladi. 9-11 aprel kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos, like va obuna tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang.